Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz o'simliklar dunyosi. Demak, bu ma'ruzani rejalar asosida yoritamiz. Demak, 4 ta reja asosida bugungi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Birinchi, o'simliklar dunyosi haqida umumiy tushuncha. Ikkinchi reja, o'simliklarning tuzilishi. Uchinchi reja, o'simliklarning ekologik ahamiyati. To'rtinchi reja esa o'simliklardan inson hayotida foydalanish. Demak, o'simliklar dunyosi haqida umumiy tushuncha. O'simliklar fotosintez qilish xususiyatiga ega bo'lgan avtotrof organizmlar bo'lib, ular quyosh nuri yordamida karbonat angidrid va suvda organik moddalar sintezlaydi va kislorod ajratadi. Bu jarayon sayyoramizning eng asosiy hisoblaridan biridir. Chunki u oziq zanjiri boshlanishi va atmosferadagi kislorod balansining asosiy manbai hisoblanadi. O'simliklar ko'plab biologik turlarga ega bo'lib, ularning soni hozirda 500 mingdan oshgan. Ular quruqlikda, suvda o'sishi mumkin. O'simliklar tirik organizmlar uchun turar joy, uy, oziq-ovqat, dori vositasi, shu bilan birgalikda sanoat xom ashyosi va ekologik muvozanatni saqlash vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. O'simliklarning ekologik ahamiyati. O'simliklar yer sayyorasining ekologik tizimlarida o'ta muhim rol o'ynaydi. Ular tabiatda biologik muvozanatni saqlash, atmosferani tozalash, tuproqni boyitish, suv muhitini tartibga solish va boshqa tirik mavjudotlar uchun yashash sharoitlarini ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. O'simliklarning ekologik vazifalari ularning hayotiy jarayonlari orqali namoyon bo'ladi va ular butun biosfera barqarorligini negizi hisoblanadi. Atmosferadagi kislorod muvozanatini saqlash fotosintez jarayoni tufayli o'simliklar karbonat angidridni yutib, o'rniga kislorod ajratadi. Aynan shu jarayon orqali yer atmosferasidagi kislorodning 90% ortig'ini hosil qiladi. O'rmonlar, ayniqsa ekvatoral o'rmonlar yer o'pirlari deb ataladi. Chunki ular katta miqdorda kislorod ishlab chiqishadi va karbonat angidridini yutadi. O'simliklardan inson hayotda foydalanish. O'simliklar insoniyat uchun bebaho manba hisoblanadi. Ular nafaqat tabiat go'zalligini tashkil qiladi, balki insonning kundalik hayoti, iqtisodiyoti, sog'ligi va madaniyati uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. O'simliklardan foydalanish inson jamiyatining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, minglab yillar davomida turli sohalarda keng qo'llanib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, o'simliklar dunyosi bu yer yuzidagi barcha tirik organizmlar orasidagi asosiy va ajralmas qism hisoblanadi. Ular nafaqat biosferaning asosiy ishlab chiqaruvchilari sifatida, balki hayot uchun zarur bo'lgan kislorod manbaidir. Oziq-ovqat, dori-darmon, qurilish materiallari va energiya manbai sifatida xizmat qiladi. O'simliklarning ko'payishi va rivojlanishi hayotiy jarayonlarni davom etishda muhim rol o'ynaydi. Ularning ekologik ahamiyati esa butun tabiatning barqarorligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Insoniyat uchun o'simliklardan foydalanish turli sohalarda qishloq, tibbiyot, sanoat, madaniyat va ekologiyada katta ahamiyatga ega. Shu bois o'simliklarni asrash, ularni xilma-xilligini saqlash va atrof muhitga zarar yetkazmasdan foydalanish insoniyatning kelajagi uchun muhim hisoblanadi. Bugungi ma'ruzalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.